Anime Land o'z kanali uchun maxsus tayyorlandi. Yolg'izlikda daraja ko'tarish 120-bob. Sen qutqarilding. Uzr, kechikdim. Hamma yaxshimi? Ha, yaxshimiz. Sen yaxshimisan, Songyi? Ha, yaxshi. Unda nimagadir qo'rqinchli tuyulyapti. Igris, men uchun jinga g'amxo'rlik qil. Qolganlaringizga kelsak, avval talabalarni olib pastga tushing. Men senga qimirlama dedim. Tushunishimcha, demak o'sha o'lmas yuqori orklar sizning askarlaringiz edi. Siz kimsiz va siz bizning tilimizni qayerdan bilasiz? Uning javob berishga niyati yo'qqa o'xshaydi. Hujumga! Nima? Nimaga barcha odamlarni o'ldiryapsizlar? Ovoz, boshimdagi tinchlik bermayotgan ovoz. Odamlarni o'ldir. Menchi, o'sha ovoz meni o'ldirishni aytayaptimi? Iltimos, kechiring. Savolimga javob ber. Menga qaraganingda ovozni eshityapsanmi? Meni kechiring. Tushunarli. Demak, men ham sen uchun odam hisoblanmayman-da. Mayli, muhim emas. Men seni kechiraman. Lekin meni noto'g'ri tushunma. Bu seni osonlik bilan qo'yib yuboraman degani emas. Bu yigitlar qanchalik qadrli ekanini bilmaysanmi? Vampirlar ayniqsa boylikka arziydi. Davolovchi sehr. Rahmat. Qanday qilib chaqirilayotgan hayvon mendan yaxshi davolashi mumkin? Muqaddas xaroba. Zindon bo'lsa qadimgi lichmi? Va undan ortiq o'lim ritsarlari ham bor. Ko'plab taniqli zindon bo'slari bor, ammo qadimgi lich Oltin ajdarho gildiyasini yo'q qilish voqeasidan keyin tanildi. Qadimgi lich Xitoyning yirik gildiyalaridan birini yo'q qildi va zindonning buzilishiga sabab bo'ldi. Liu Zixingang tufayli halokatli oqibatning oldi olindi. Ammo har bir kishi A darajadagi ovchilardan iborat bo'lgan zarba berish otryadi bu nisbatdagi bossga teng kela olmasligiga ishonchim komil. Nima qilishimiz kerak? Ortimizda ko'proq kelishyapti. Jin ursin, chumolilar yemagan o'liklar tirildimi? Eshiklarni yoping. Ha, sehr. Muqaddas qalqon. Imkoniyatlarimiz tugayapti. Balki biz Song Jinvo'siz borib xato qilgandirmiz. Boss, bunday tezlikda qalqon faqat 5 daqiqa chidaydi. Qattiq yig'laganingiz uchun. Ablahlar, sizlar soya armiyasi. Nega qirolning shaxsiy armiyasi bizga hujum qilish uchun bu yerda? Bizni qirol tanladi, sen esa yo'q. Imkonsiz. O'zim qirol bilan gaplashaman. O'lim arafasidagi odam uchun aytiladigan gaplaring juda ko'p.